Aziz opa-singillarim, barchangizni bahor bayrami bilan tabriklayman va shu munosabat bilan hammalarga shunaqa chiroyli libos andozasini 1 minutda o'rgataman. Bu mendan sizlarga sovg'a va sizlarga shunaqa zo'r yangiligim bor, video oxirida albatta aytaman. Bu andoza bilan 40-razmerdan boshlab 54-razmergacha bemalol standart bichib tikib bersanglar bo'ladi. Bu matoni o'tgan yili yozda qaynona oyijonim olib bergandilar. Sharm el Shayxga kiyasiz qizalog'im deb. Lekin shu kungacha nima tiksam ekan deb boshim qotib, oxiri mana bugunga nasib qildi. Sizlarda ham shunaqami? Mato olib o'zimizga tikamiz deganimizda tikkimizni kelmay qoladi ba'zida. Balkim vaqt yetmaydi. Bu bo'lganda ham Havas akademiyasida o'quvchilarimiz tinimsiz mehnat qilishyapti. Ro'za Ramazon oylarida bilimlarni tez va oson yuqtirayotganiga Allohimga behisob shukr etaman. Agarda umuman tikishni bilmasanglar ham 3 kun ichida mana shu abayani tikib olasizlar desam ishonasizlarmi? Azizlarim, bayramlar, hayit ayomi yaqin. O'z qo'llaringiz bilan yaqin insonlaringizni xursand qilinglar. Havas akademiyamizga kelib 3 kun ichida mana shu libosni o'z qo'llaringiz bilan tikib andozasini olib ketasizlar va hamma yaqinlaringizni xursand qilishingiz mumkin. Hammasi o'z qo'lingizda. Atigi 3 kunda shu andozani bichimini va tikishni o'rganib olib, mazza qilib hammani xursand qilasizlar. Bonusiga bolajoningizga ham tikib berasizlar. Tezda qo'ng'iroq qilib joylarni band qilinglar.